Kecha bir ajoyib voqea bo'ldi. Qo'qon shahrida Nurafshon mahallasi bor. Ushbu mahallada kecha O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillari ishtirokida tadbir bo'ldi. Juda ham chiroyli tadbir, sumalak sayli, doshqozonlarda oshlar tayyorlandi. Ajoyib konsert dasturi, taniqli san'atkorlar Jaloliddin Ahmadaliyev, kitob ko'rgazmalari hammasi juda chiroyli, yaxshi bo'ldi. Hammasi bir bo'ldi-yu, bir voqea bir bo'ldi. Bu voqea qisqacha voqea. O'sha Nurafshon mahallasida yashovchi tojik millatiga mansub bir fuqaro, O'zbekiston fuqarosi devor yaqiniga borib olib, devor oldida turib ko'z yosh qilardi. Hayratlandikda borib oldilariga, "Amaki, nimaga yig'layapsiz? Nima kamchilik? Bugun hamma xursand. Lekin siz yig'layapsiz. Nimaga?" Yoshlari kattaroq odam. Yana bu gapimizdan keyin yana ko'zlariga yosh keldida, boshlarini sal devorga tekkizgan holatda o'ylanib, xo'rsinib bizga boqib shunday dedilar: "Bizni ota-bobolarimiz o'z yurtidan quvilgandi. Shunda o'zbek xalqi, O'zbekiston davlati bizga bag'rini ochib, bizga joy bergan, bizga taom bergan. Bugun mening vatanim O'zbekiston, garchi o'zga yurtdan kelgan bo'lsam ham, men O'zbekiston fuqarosiman. O'z yurtimda topmagan baxtimni O'zbekistonda topyapman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman" dedilar. Juda ham ta'sirlandik. Shu so'zlaringizni tasvirga olib ko'rsataylik ko'pchilikka desak, tasvirga tusha olmasliklarini aytishdi. Lekin shu holatni ko'rib juda ham ta'sirlandik. Vatanni yaxshi ko'rish uchun vatandan ayrilsagina keyin muhabbat oshadimikan? Nimaga biz doim yo'qotgandan keyin qadrini bilamiz ko'pincha? Ko'p holatlarda yo'qotgan narsamizni qadri oshadi. Bor narsamni qadri kam bo'ladi. Siz nima o'ylaysiz?